Assalomu alaykum do'stlar. Biz Namangan Lolajoxon bozoriga kelganmiz. Namangan Lolajoxon bozoridan arzon aboylarni ko'rsatishda davom etamiz. Bu yerda ko'rinib turgan aboylar har xil bor ekan. Razmeri 50 ga 10 metr. 30 ming so'mdan ekan. Bu yerda turgan aboylar hammasi 100 ming so'mdan ekan do'stlar. Bular hammasi Rossiya, Italiya aboylar. Faqat bulardan 4 ta 5 ta qolgan. Bu yerda ko'rib turganlar hammasi bitta xonaga bemalol yetadi. 100 ming so'mdan ekan do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, barcha aboylar haqida ma'lumotni beramiz. Hozir manzilni eslatib o'tamiz. Do'stlar, manzilni eslatib o'tamiz. Bu yerda Jidakapa tomondan kelganda Lola bozoriga yetmasdan aboy dunyosi do'kondan bu yerda laminat, samakileklar ham bor ekan. Narx-navosi bilan tanishtirib o'tamiz. Sizlar videomiz boshida poddashka qilib bitta like bosib qo'ysanglar, biz videomizni uzmagan holatda videorolikimizni boshladik do'stlar. Assalomu alaykum, hormanglar. Assalomu alaykum. Aka, charchamasdan. Bu aboylarni skitga qilib yuborsiz. Rostdan ham shu 30 ming so'mdan 100 ming so'mdan aboylar bormi shu yerda? Bor. Shu yerda hammasi. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Hozir birinchi shu bu yerda turgan aboylar narxlari bilan bir boshdan tanishtirib ketaveramiz. Bu yerda videomiz boshida ham aytib o'tdim. 30 ming so'mdan, bu yerda 100 ming so'mdan aboylar ham bor. Bor. Telefon qilishsa lokatsiyalar tashlab beriladi. Lokatsiya tashlab berishadi. Aloqaga chiqsa bor. Dastlabki xizmatlari ham bor. Hamma narsa bor. Xudo xolasa xursand qilamiz. Bemalol telefon qilishaveradi. Qilishingiz. Endi birinchida turgan bu yerdagi aboylarimiz. Xo'p, bu aboylarimiz O'zbekistonniki, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Sifat yaxshi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan aboylar. Sho'rni ko'rsatib qo'yamiz. Chiroyli aboylar, sho'rku aboylar, bular hammasi narxlarni 150 ming so'mdan qilib beryapmiz shular. Bular 150 ming so'mdan. Bular ham mo'yshi. Mo'yshi, haqiqiy sho'rku aboylar aka. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan aboylar. Bular hammasi shundan, bu yo'q, 3 qator. Yo'q, bular mana ular Xitoyga. Bular Xitoy. Bularning narxlari 170 ming so'm. Bularimiz kачествоsi haqiqiy sho'rku metrlarda chiqqan. Orqalari qalin material, bemalol 170 ming so'mdan ozmoz o'tib beramiz. O'tib beriladi. Kelsanglar o'zingizlar kelishib, narxini olib kelsanglar bo'laveradi. Endi bu yoqdagi aboylar, bu tomonimiz ham Xitoyga. Bular Xitoy, Italiya sammesda chiqqan. Xitoy, Italiya sammesni ishlangan aboylar. Hozirgi kunda eng zo'r shu hado bo'lgan Atacentalar. Atacento aboylar. Hozirgi kunda shular ko'pchilik shu aboylarga o'tib ketdi. Har xilidan bor. Kelsa shu assortiment yetarli darajada bemalol kelib aloqaga chiqib, tanlab olib kelsanglar bo'laveradi. Bularimiz narxi qanchadan boshlanadi? Bularni ham 170 deyapmiz, kamaytirib beramiz. 170 ming so'mdan kamaytirib beriladi. Mana bu yoqda shu hozirgi kunda Atacento zarli variantlari mana. Tovlanishiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Xitoy, Italiya aboylar. Bular shu oxirigacha shundan, Atacento bu yoqda 5 ta polka. 5 ta polka bu yoqda. Hammasi shundan. Bu yoqda ham har xil bor. O'zbekistonda haqiqiy shu Atacento aboylari. Bu yoq Xitoy, Italiya Atacento variantlari, bu yoqdagilar O'zbekiston. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Atacento aboylarimiz. Farqi 20 ming so'm. Ular 170 ming kami bor, bular 150 ming so'm. Endi farqi pulda mana shu kачествоsi ham ozgina nomiga bo'ladi, lekin kачествоsi Xitoy bilan qo'yilishmaydi. Xitoy bilan pashti bir xil. Pashti bir xil. 20 ming so'm farqi bor. Kачествосida ham endi oz-moz farqi bor, lekin bu ham ko'ryapsiz, qalin materiali. Materiali ham qalin, yuqa emas. O'ti har xil bor ekan. Bu tomonlarimiz haqiqiy Xitoydan kelgan aboylarimiz. Bu yoqdagilar haqiqiy Xitoy. Sammesni emas, Xitoy aboylari. Shunaqa, bular ham o'zi qimmat aboylar. Hozir bular ham skitga tushganimizga. Bularimiz ham mana shu
6 ta qo'tonimizni skidkaga tushirib qo'ydik. Ha, bular hammasi skidkada. Bu yoqda shu birinchidan boshlanadi. Mehmonxonaga, Mehmonxona, katta zallarga, spalnilarga ko'rib turganlaridek. Ko'pchilik antichentda high-tech versiyanku xohlamaydi. Gullilari deganga bu yoqda 5 ta qo'tonda. Hammasi xudo xolasa yangi gullar bo'lamiz. Bularimiz haqiqiy o'sha Xitoy eng qimmat firmalardan. Ular narxi qancha hozirgi kunda? Hozir bularning ham narxlari 160 ming so'mga tushgan. Ha, 160 ming so'mga tushgan. Hozir kelishamiz. Ha? Har xili bor. Bu yerda ko'rib turganlaridek har xil gullilari bor. Mana bu yoqda katta gullilari, bu yoqda ham har xili bor. Endi bu yoqda videomizni boshida aytib o'tgan aboylarimiz ko'rib turganlaridek bu yoqda pastda turgan aboylar 30 ming so'mdan donaga. Rossiyskiy bular. Rossiyskiy aboylar. Ukraina, Rossiyadan ishlab chiqarilgan aboylar. Bundan ham 5 ta, 6 ta rulon bor. Bundan 5-6 xudo xolasa 10 ta dag'da bor har bitta. Chalistidan. Har bittasidan 10 tadan. Razmeri 50 ga 10 bularniki. 53 ga 10. Ha, 53 10 metr 5 kvadrat bo'ladi. Bu yerda hozir 5-6 xil, bu yerda do'kon kichkina bo'lganimiz uchun ko'p sig'dira olmaydi. O'zingizni bilasiz, Xo'tkasaba ham aytdi. Ikkinchi plyaj promzonada telefon qilinsa, qaysi lokasiya to'g'ri kelsa, o'sha yoqqa borishardi. Agar bu yer kelsa, o'zimizni mashinaga o'tkazib, o'zimiz olib borib, ko'rsatib, mana qilishadi. Hech qanaqa oborgarchilik bo'lmaydi, xudo xolasa. O'zlariga yo'li qaysi filial to'g'ri kelsa, kelib tanlab olib ketishadi. Bu yoqda ham bor. Mashinalar bo'lmasa, o'zimiz mashinaga o'tkazamiz. Bulardan ham har xil assortiment. Nafaqat bu guldan, boshqacha gullar ham bor ekan. Bor, bu yerda ozgina 30 ming so'mdan bemalol olib kelsanglar bo'laveradi. Shunda sizlarga katta aboydan 60 ming so'mdan tushadi. Ikkita olsanglar, bitta aboyning o'rnini bosadi. 60 ming so'mdan tushadi do'stlar. Endi bu yoqda shu skidkaga tushgan 100 ming so'mlik aboylar. Bu yerda orqa tomonda bor. Bu yoqlarda ham bor. Shu polkada turgan. Bor polkaga sig'maydiganlar. Hamma aboylar 100 ming so'mdan skidkaga tushgan. 100 ming so'mdan. Bular 5 ta, 6 ta, uzog'i nechtagacha bor? Katta zallarga so'rab kelgan. 8 tacha bor. 8 ta, 10 talik ham chiqadi, xudo xolasa. 8 ta, 10 talik ham chiqadi. Misol uchun xonaga 6 ta, 5 ta ketadi. 6 ta, 5 ta ketadi. Endi boboda kichkina xonalar bo'lsa, ikkitalik ketadigan aboylarimiz ham bor. Ularni 50 ming so'mdan beramiz. Mo'shi haqiqiy. 2 ta, 3 talik 50 ming. 3 talik emas. 3 talik ham birorta xonaga bo'ladi. 3 taliklarni ham 80 ming so'mdan beramiz. 80 ming so'mdan beriladi. 2 taliklarni 50 ming so'mdan beramiz. 80 ming so'mdan kassirasiga qarab, andatonni bo'lsa sal qimmatroq bo'ladi, gulli bo'lsa 80 ming so'mdan beramiz. 80 ming so'mdan qilib beriladi. Gulliga ham qaraymiz. Bu aboylar asosan qayerda ishlab chiqarilgan aboylar? Turkiya, Rossiya. Turkiya, Rossiyada ba'zilari Xitoy, lekin ko'pi Rossiya, Turkiya. Rossiya, Turkiya. Mana material, mana haqiqiy mana tureyskiy aboy. Materiali ham qalin. Buni ustalar bilishadi. 300 mingdan ham o'lib yurishgan. Ushab ko'rganda ham bilinadi. Bu rossiyskiy, turkiy aboylar stiga ham sotmaydi. Yo'q, xudo xolasa sotmaydi. Bemalol yopishtirsanglar bo'laveradi. Misol uchun bitta xonalarga 5 rulon kelsa, 500 ming so'm pul bo'ladi. Kelasi bilan 600 ming. Misol uchun ikkinchi xonasiga oladigan bo'lsa, shu 4 ta, 5 ta chiqadi. Bu yerda mana ko'rib turganlaridek har xil assortimentdagisi bor. O'zingizlarga ma'qul kelganini. O'sha soatdan qimmat Xitoy firmalari 140 ming so'mdan bilan bular 140 ming so'mdan. Xitoyda ishlab chiqarilgan aboylar bular. Eng qimmat firmalari 140 ming so'mdan qilib beriladi. Bularga to'xtaladigan bo'lsak, ikkitalik qoladigan bo'lsa 50 ming so'm. Bu 3 taligi bo'lsa, holatga qarab 80 ming, 100 ming qilib beriladi. Shunaqa. O'sha 4 talik, 5 taliklar 100 ming so'mdan tanlab, o'zingizlarga ma'qul kelgan rangini olib kelsanglar bo'laveradi do'stlar. Mana bu yoqda koridorlar uchun, xohlovchilar uchun g'isli variantlari ham bor. Bu yerda 3 dan 1 desam bo'laveradi, chunki skalatda o'ta katta skidka. O'shaning uchun xudo xolasa telefon qilishsa, olib boramiz, ko'rsatamiz. Ikkita nomer beramiz. Bittasi skalatimiz nomeri bo'ladi, bittasi do'konimiz nomeri bo'ladi. Shu ekran ostiga ikkala nomerlarni ham yozib qo'yamiz. Telefon qilsanglar, birinchisi shu do'kon nomeri, ikkinchisi skalat nomeri. Telefon qilsanglar, lokatsiyalar tashlab beriladi. Bundan tashqari bizda aboydan boshqa ko'ryapsiz, kraskalarimiz, modamonchalarimiz, attechentlarimiz ham kelib qo'yganmiz mana.
Attachentolar ham bor. Bu yoqda fasadni emulsiya, Emulsiyalar bor. barchalari bor. Bu yoqda shu kraska qiladigan aboylar ham bor ekan. Bor. Bular 25 metr bo'ladi, bittasi. 25 metr, 25 kvadrat. Bittasi qancha bo'ladi bu? Bularimiz narxi 220 ming so'm. 220 ming so'mdan. Buni ham har xil gulliklari bor ekan, ko'rib turgan bo'lsanglar. Bor. Manaqa bular mana filmlarni ko'p ustalar biladi. Sentra haqiqiy o'sha birinchi Ukrainadan chiqqan eng yaxshi patoloshni bu sentra filmi. Guli shu mayda sepilgan o'xshab, eng toza filmasi shu bo'ladi. narxi bir xil. Buni 240 ming so'm. Bular 240 ming so'm, bular 210 ming so'mdan. Aloqaga chiqaverasizlar. Shu kraska qiladigan aboylar. Bu yoqda endi mas'ulni kraska, bu yoqda emulsiya, attachento, hamma narsa bor. Bu yoqda samakilegilar ham bor. Samakilegilarimiz narxi qanchadan? Bu yoqda har xillari bor ekan. Paketlar, bular orqalarida samakilash narxi 120 ming so'm narxi beryapmiz. 3 metr bo'ladi. 3 metrga 120 bo'ladi. 120 ga 3 metr 120 ming so'mdan beramiz. Har xili bor buni ham, Har xil. Gulli desalar gulsiz desalar gulsiz. Laminatlar qanchadan bo'lsa? Laminatlarimiz rossiyskiy bor. Rossiyskiylarni 95 ming so'm, manaqa Xitoydan chiqqan, bu ham yaxshi material qalin. Bularni 60 ming so'mdan qilib beramiz. 60 ming so'mdan qilib beriladi. Buni qalinligi 07 bo'ladi, 08 har xil. 07 08. Bular 07 60 ming so'mdan. 60 ming so'm. Rossiyskiy 90 ming so'mdan. 95 ming. Razmeri kattaroq bo'ladi. Eni ham katta bo'ladi, keyin qalinligi ham yaxshi. Qalinligi ham katta bo'ladi. Bu 90 ming so'mdan, bunisi 60 ming so'mdan. Assortiment bor, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Do'konni boshida aytib o'tdim. Aboy dunyosi Lolajahon bozoriga yetmasdan bemalol kelaverasizlar do'stlar. Bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.